Xullas, internetda shu reklamani ko'rib qolib, xo'jayinimdan shu yerga borishlarni so'radim. Ko'rib turganinglardek, bog'ga kirishinglar bilan sizlarni mana shunaqa salqin atmosfera kutib oladi. Yozni issiq kunlarida oilaviy bolajonlarni olib kelib maza qilib dam olib ketadigan joy deb bemalol ayta olaman. Ma'lumot o'rnida bu bog' Toshkent shahridagi eng katta bog'lardan biri hisoblanadi. Odatda biz oilaviy bu yerga tez-tez kelib turamiz. Bog'ni aylanishga ulgurmasimizdanoq polaponlarimiz qornlarini to'ydirishga ham ulgurishdi. To'g'risida, och qoringa aylanish kimga ham yoqardi? So'ngra qani ketdik deb yurishni davom ettirdik. Ko'rganinglardek, bu yerda bolachalar kichik favvorachalar bilan bir-birlariga suv sepib maza qilib o'ynashyapti. Bog' maydoni katta bo'lgani hisobiga piyoda yurib charchab qolishinglar mumkin. Agar xohlasanglar, shunga o'xshagan mini kartlardan foydalanishingiz mumkin. Hamma bog'lar qatori bu yerda ham dam olish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Restoran, kafelar deysizmi, bolalar maydonchasi deysizmi, hattoki o'zbek shou yulduzlari ishtirokidagi tekin konsertni ham tomosha qilib ketishingiz mumkin. Bugungi konsert mehmoni taniqli shou yulduzi Shahriyor ekanlar. Lekin biz nimagadir ularning qo'shiqlarini eshitmadik. Ha mayli deb kayfiyatimizni tushirmasdan bog'ni aylanishni davom ettirdik. Har safar farzandlaringlarni qimmat parklarga olib borib ko'p pul sarflagandan ko'ra bu yerga kelib, mutlaqo tekin bolalar maydonchalarida o'ynatib ketsanglar bo'ladi. Bu yerda esa katta o'g'lim rang-barang qushlardan uy qurayotgan bir paytda qizim kelib uni buzish bilan ovora. O'ynayverib charchagan kenja o'g'lim esa uxlab qoldi. Bolalarimiz bilan ovora bo'lib vaqt o'tganini ham sezmay qolibmiz. Ertaga yangi hafta ish kuni bo'lganligi uchun mittivoylarni olib uyga qarab ravona bo'ldik. Shunday qilib bugungi dam olish kuni biz uchun juda ham maroqli o'tdi. Bundan-da qiziq videolar uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.